Ramazanni ma'nilik o'tkazish yo'lida o'ylaganlarim. Muhammad Yusuf. Bütün ibadetlerinin en asaslık məqsidi Allah Taalaga bo'lgan bağlanışımızı kuchaytirishdir. Ramazan oyiga o'xshagan ibodat mavsumlari bu maqsadni amalga oshirishimiz uchun tepilmas fursatdir. Şuna Allah Taala bandalariga bo'lgan cheksiz rahim shafqati yuzidan ularning ibodat bilan yuksilib, o'ziga bog'lanishi va yuqori martabalarga yetishi uchun maxsus vaqtlarni va mavsumlarni belgilab bergan. Ramazan oyi ana shundoq maxsus mavsum bo'lib, bu oyda musulmonlar o'zlarining iymonini kuchaytirish, taqvoligini oshirish, axloqini isloh qilish, irodasini tavlash, savoblarini ko'paytirish, ma'naviyatini yuksaltirish va Alloh taologa yaqinlashish qatorliq yaxshi fursatlarga erishadi. Bundan boshqa inson ruh va moddadan yaratilgan maxluq bo'lganlikdan ma'naviyatlar bilan huzur halovatini topadi va shu ma'naviyatlari bilanla boshqa maxluqlardan ayrilib turadi. Bo'libmi musulmon huzur halovatini va xushalligini iymonidan oladi. Şunu xuddi biz ishiltayotgan aqli fulla to'qqa chilinishga muhtoj bo'lganidek, musulmon odammi o'ziga ma'naviy ozuqlarni qachilab turishga muhtoj. Chunki Alloh taolo shu maqsad bilan kunda 5 vaqt namozni farz qilgan bo'lsa, haftada juma namozini, yilda Ramazon ro'zasini farz qilgan. Shunga musulmonlar mushu fursatlardan foydalanib, o'ziga ma'naviy ozuqlarni qachilaydi. Bu ma'nidan aytganda Ramazon oyi Alloh taolo musulmonlarga ato qilgan katta fursat va qimmatli hadiyadir. Şuna bu ayının qadrini bilish va har bir kunini, har bir soatini va har bir lahzasini g'animat bilib, uning kecha kunduzlarini ibodatga aylantirish aqlliq musulmonning qilishga tegishlik ishidir. Ramazon oyi o'zimizni va nafsimizni tarbiyalaydigan ilohiy kursdir. Biz bir oylik bu kursda ibodatlarimizni vaqtida va mukammal qilishni, gunohdan va haromdan saqlanishni, nafsimizning yo'lsiz istaklarini rad qilishni, jafo mushaqqatga, ochliqqa, ussizlikqa chidashni, savrchanlikni, intizomchanlikni, oz yeb, oz uxlashni, ko'p ibodat qilishni, ko'p o'qishni, ochliqni his qilish orqali yo'qsullarning holiga yetishni va boshqa nurg'un yaxshi ishlarni o'rganamiz. Agar biz Ramazondan iborat bu bir oylik ilohiy kursdan yuqoriqlarni o'rganib, o'zimizga odat qilib chiqa olsak, ro'zaning maqsad va g'oyalarini o'zimizda amalga oshirgan bo'lamiz. Alloh hammamizni shuningga nisb qilg'ay. Amin. Roza tutuş özünü tutuş deganlik bo'lib, yolg'on so'zlashdan, gunoh qilishdan, kishilarga aziyat berishdan, kishilarni masxara qilishdan, nafsining orqaga kirib, xato, yomon qilishdan o'zini saqlashni maqsad qiladi. Roza tutush degan nafsini osh qo'yib, ruhni to'yg'izishdir. Chunki insonning nafsi ojizlashib, ruhi kuchlangan chaqda u farishtalarga o'xshash yuqori martabalarga ko'tariladi. Navoda uning nafsi kuchlik, ruhi ojiz ahvolga tushib qolsa, odam hayvonlik darajasiga qarab tuvallagan bo'ladi. Shunga har vaqt ruh ustun, nafs tuvan turishi kerak. Ramazon go'zal axloq o'rganish iyidir. Chunki ibodatlar insonni mukammallik darajalariga ko'taradigan shotidir. Ibodatlarning mevasi go'zal axloqdir. Namoz, roza, zakot va haj qatorliq ibodatlardan har biri insonning axloqini tuzash roliga ega. Ramazan semizlikdan, o'rinliqdan, beparvolikdan qutulish, jangovarlikni oshirish fursati bo'lgandek, o'zini va nafsini tarbiyalash fursatidir. Ramazon oz yeb, oz uxlab, ko'p ibodat qilishga, ko'p Qur'on o'qishga va ko'p kitob ko'rishga o'zini va farzandlarini ko'ndirish jarayonidir. Ramazon tuqqanlarni, qo'shnilarni xush qilish, yo'qsullarga yordam qilish, qo'lidan kelishicha xayr-saxovatni ko'p qilish iyidir. Hayotlik safari Alloh taologa ketib borgan uzun safar bo'lib, odatda biz har qanday bir safarni davomlashtirish uchun yetarlik oziq elib-olishga muhtoj bo'lganimizdek, bu hayotlik safaridami oxiratligimiz uchun oziq to'plashga muhtojmiz. Ma'lumki, oxiratlikning eng yaxshi oziqi taqvolik bo'lib, taqvolik roza tutishning g'oyasidir. Chunki Alloh taolo Qur'oni Karimda: "Ey iymon etqanlar, taqvodor bo'lishinglar uchun sizlardan ilgirkilarga roza farz qilingandek, sizlarga roza farz qilindi" deb buyurgan. Taqvolik Allohning buyurganlarini o'rindab, to'sqanlardan yenish orqali uningga itoat qilish, din va dunyolik hamma ishda mas'uliyat tuyg'usi bilan ish ko'rib, dunyo oxiratda o'zga ziyon olib keladigan ishlardan saqlanish deganlikdir. Xuddi odatdagi safarlarimizda yo'l bo'yi oldimizga chiqqan mayqachilash punktlaridan mashinamizga mayqachilab manganimizdek, Ramazon oyiga o'xshash maxsus ibodat mavsumlarida o'zimizni ruhiy ozuqlar bilan ozuqlantirib mengishimiz intayin zarurdir.
Ramazan iyi Allah Taalaning rahmeti mo'l yog'adigan, gunohlar mag'firat qilinadigan, bandalar do'zaxdan ozod qilinadigan ulug' oydir. Bu oy kelishdan avval Alloh Taoladan bu oyga sog'-salomat erishtirishini tilab duo qilish, Ramazan iyidan qandoq qilib yaxshi foydalanib, Allohning rahmat va mag'firatiga erishish uchun plan tuzish, Ramazan kelganda bu muborak oyga sog'-salomat erishganligiga xushal bo'lib, Rabbiga cheksiz shukr qilish, balki bu Ramazan hayotimdagi eng oxirgi Ramazan bo'lib qolishi mumkin degan andisha bilan mumkin qadar ko'p ibodatlarni qilib olishga tirishish, gunohlariga tavba istig'for aytib, buningdan keyin taqvodor bo'lib, fazilatlik hayot kechirishga Alloh taologa va'da berish to'liq yaxshidir. Ramazan iyi ruhimizni tarbiyalaydigan, uni yuksaltiradigan mavsum bo'lib, biz mushu Ramazan soyasida axloqimizni isloh qilamiz. Gunohlarimizni yuyimiz, savobimizni ko'paytimiz, nafsimizni yig'ishni, o'zimizni kontrol qilishni va sehiylikni o'rganamiz. Abu Hurayra radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadiki, payg'ambar alayhissalom bundoq degan: Kimki Ramazan ro'zasini chin iymoni bilan Alloh taolodan savob kutish maqsadida tutadi ekan, uning burun qilgan gunohlari mag'firat qilinadi. Bu hadisdagi iymoni bilan degan so'zning ma'nosi Alloh taoloning ro'za tutgan bandalarga ato qiladigan ajr va savoblar haqida qilgan va'dasiga chin ishongan holda ro'za tutsa deganlikdir. Ramazan oyi yana duolar ijobat bo'ladigan oydir. Payg'ambar alayhissalom bundoq degan: 3 xil kishining duosi rad qilinmaydi. Ro'za tutgan kishining iftor vaqtida qilgan duosi, adolatli podshohning va zulmga uchirgan kishining duosi. Ramazan oyining sharofati va ulug'ligidan bu oyda ado qilingan umra xuddi haj farzini ado qilinganga o'xshash savoblikdir. Payg'ambar alayhissalom bu vaqtda mundoq degan: Ramazan oyida ado qilingan umra savob jihatda haj qilganga o'xshashdir. Ramazonlik tavsiya. Ramazanni ma'nilik o'tkazish uchun avval o'zimga, oila a'zolarimga, ondan barliq o'qirmanlarimga monolarni tavsiya qilaman. 1. Ramazandan iborat mushu bir oylik kursda cho'qim o'zimni o'zgartaman, turmushimni eng yaxshi odatlar bilan beyitaman deganni niyat qilib, Allohdan yordam tilash. 2. Oila a'zolari bilan Ramazonlik programma tuzib, shuni ijro qilish. 3. Ko'p ibodatlarni va yaxshi ishlarni oila a'zolari bilan birga qilish va birga duo qilish. 4. Suhur va iftorda oz yeyishni, Ramazon bo'yicha oz uxlashni odat qilish. 5. 5 vaqt namozni jamoat bilan ado qilishga g'ayrat ko'rsatish. 6. Har kuni oz deganda bir pora Qur'onni tarjimasi bilan qo'shib o'qish. Oldi bilan tarjimasini o'qib yetib, ondan arabchisini o'qish afzal deb qarayman. 7. Tafsir, hadis va boshqa diniy kitoblarni ko'p o'qish.